anlatılayotgan Shirning Tire Taraqlitishi namlıq məsəl. Bir kuni atdigan hakavur shir o'rmonda lag'aylab yuribdi. Shir oldi bilan to'shqonga yo'liqibdi. U o'zining qudratini namoyon qilish uchun to'shqonga hurkirib qo'yibdi. "To'shqon, seningcha o'rmon podshoyi kim?" debdi. To'shqon titirgan holda, "Sizlar hurmatli shir podsho" debdi. Shir yana maymunga yo'liqibdi. U maymunga hurkiribdi. "Maymun, seningcha o'rmon podshoyi kim?" Maymun titirgan holda, "Sizlar hurmatli shir podsho" debdi. Arqadan shir pilga yo'liqibdi. Shir pilga dahshatli hurkiribdi. "Pir, seningcha o'rmon podshoyi kim?" Ammo pil buningga javob bermabdi. Balki uni uzun xartomi bilan yo'g'ib olib, yo'g'on daraxtning g'ulig'i tinmay 10 necha qaytim urib atgandan keyin yerga qattiq etibdi. Arqadan uni dastlab pitqilib etib ketib qoldi. Dilqut xazinasi. Bechara shir o'rnidan turib, yuz ko'zidan qon oqqan holda pilning keynidan hurkiribdi. "Sening bu savolga javob bera olmaydiganligingni bilatdim. Ammo izohga chidamay chichangishib ketishingning hojati yo'qdi-ku." Jahondarchilik kinoyasi. Shir o'zidan kichik hayvonlarga teri taraqshitib qo'rqitgan. Ammo pilga uchrab qilib g'oyat zo'r haqoratga duchor bo'lgan. Haqiqiy qudrat egasining boshqalarga o'z kuchini ko'z-ko'z qilishi hojatsiz. Chunki kishilarning ko'nglida son bo'ladi. O'ziga ishonmaydigan kishilar ondan boshqalarga o'zining qudratli ekanligini isbotlashga oldiraydi. Haqiqiy qudrat egasi hatto boshqalarning o'ziga diqqat qilishini xohlamaydi. Ular texmi ko'p zihniy quvvatini oshirib qilib, ahamiyati texmi zo'r ishlarni qilishni xohlaydi. Shunga haqiqiy qudrat egasi akcha kichik bel bo'ladi. Ba'zida odam bilan odam o'rtasida bir xil kichik bellikni saqlash o'zining ojiz ekanligiga vakillik qilmaydi. Balki keng turmush makonida texmi cho'ng taraqqiyotni ko'zlaganlik bo'ladi. Moshunda qilgandila ondan kishilarning hurmatiga erishgili, o'zini qo'g'dashga mohir haqiqiy qudrat egasi bo'lg'ili bo'ladi. Bilqut sherikida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Shirning Tire Taraqlitishi nomli masalni anglatdik. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat.